Bugun o'zbeklar bilan ko'rishamiz. Aka, o'zi nechta mol bor dedingiz? O'sha fermada umumiy hisobda 5000 taga yaqin buzoqlar, sigirlar bo'ladi. 1,5 mingta sigir bo'lsa, 1,5 mingta sigir sog'iladigan sigir 3 smenda sog'iladi. Har bir smenda 15 ming litrdan eng kamida sut beradi. Ish jarayonida siz charchadingiz, qolib qoldi. Shoshmang, 5 minut o'tiray deya olmaysiz. Maksimum qancha topish mumkin o'z qishloq xo'jaligida, aka? Xo'sh, bunaqa formatdagi videoni birinchi marta yozaman. Bugun o'zbeklar bilan ko'rishamiz. Xo'sh, Azamat kelgan. Xo'p, bu Ostoychland. Chilonzorlarga o'xshab ketadi. Hozir mashinadan bitta narsalar olamiz, keyin ketamiz. Mana mashinam Utset, nomer almashtirmadim aytmoqchi. Sababi yana ortiqcha pul to'layim kelmadi menga. Ular hozir mashina anchadan bitta mayda judalar bor, o'shalarni olib ketamiz. Endi Azamat mashinasi qayerda ekan? Azamat mashinasi. Azamat Navoiylik. Azamat mana. Ular Utset nomerli. Salom berib qo'ying. YouTube'ga birinchi marta bunaqa video oldim. Bagajga so'rasa yaxshi bo'ladi. Necha pulga tushdi nomeringizni aytib oling. O'zimiz pulda 700 ming tushdi. 700 mingga. Umumiy 700 mingga. Bu mayda judalarni so'z. Aka, yordam bermasiz bo'lmaydi. Og'rib ketganingiz. Lekin yurganda dang-dong to'kilmaydimi? Tirab qo'yasizmi? Qiziq joyini aytib keting. Bu mashina nimada yuradi? Nimada yuradi? Propan. Propanda yuradi. O'zbek bor-ku, o'zi topib oladi kerak narsalar. Lekin zo'r ekan mashina. Mashinani sostanasi yo'q, Azamat yaqinda oldi. Yaqinda olgan, ichlari ham jo'r katta mashina bo'lar ekan. Modeli nima dedingiz? Hyundai Sonata. Hyundai Sonata necha pulga tushdi dedingiz? 3,5 ming deyishdi, где-то 3 minglarga oldik-da. 3 minglarga oldi. Doda haydagandingiz? Ha, bobo. Nemis pensioner. Bobo haydagan. Lekin mashina juda chiroyli. Endi qolganini yo'lda gaplashamiz. Azamat aka, qancha bo'ldi Germaniyada yashayotganingiz? 3 yil bo'lib qoldimi? Myunxen aeroportiga birinchi marta qadam qo'yganimda 2023-yil dekabr oyida. 3 yil bo'libdi. 3 yildan beri Germaniyadasiz. Mana pluslarni ko'p aytishadi-ku. Da. O'zbek yoqtira olmaydigan, o'zbek ko'nika olmaydigan ikkita minusini ayting. 3 ta desaymen ko'payib ketmasin, ikkita minusi. Endi buni men o'zim uchun minus deb hisoblayman. Kimgadir minusmi, minus emasmi bilmadim. Birinchisi quyosh kamligi. To'ppa-to'g'ri. Birinchisi quyosh kamligi. Da. Qishda, kuzda, erta bahorda Germaniya shunaqa xunuk va qorong'u bo'ladi. Odam depressiyaga tushirib tashlaydi. Lekin rostdan ham Germaniya ikki xil, mana yozda go'zalda, odam yashagisi keladi. Mana shu sentabrda oxirlaridan boshlab xuddi makiyajni artib tashlagan kelinga o'xshab qoladi. Yo'q, makiyaj yo'q. Germaniya tanib bo'lmaydi-da. Mana go'zal, mana ko'chalarni qaranglar mana. Gullagan, Dahshat chiroyli. magnoliyalarda yam-yashil ko'z ko'rib qonadi. Ikkinchi minus deymizmi yoki sizga yoqmagan yoki o'zbek qabul qila olmaydigan narsalar? Ikkinchisi endi umumlashtirib bir nechta narsani ichiga qo'shib bo'ladi. Umumiy olib qaraganda nemis mentaliteti, masalan, byurokratiya kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Nemislarni ha deganda do'stlashib keta olmasligi, biroz begonasirashib boshqa millatlarga qaraganda. Mana daxlari ham bor ekan. To'liq ochaymi yo? So'qib ketadi. Shular sizguncha hozircha o'rtoq bo'la olmadingiz shular bilan? Ochiqini aytaman, nemisdan birorta do'stim yo'q. Tanish ko'p. Bitta yaxshi do'stim oldingi ishlagan joyimdagi, endi do'stim deya olmayman. Yoshi katta nemis doktor edi, ancha yaxshi kelishaydik. Yaxshi tanishmi? Yaxshi tanish desa bo'lar balki. yaxshi tanish desa bo'ladi. Masalan, ustoz o'rnida ham ko'rsa bo'ladi, o'z o'rnida maslahatlarni berib turadi. Telefon qilsam,
o'sha vaqtiga qarab javob berib ancha yaxshi gaplashib nima qilamiz. Atak misol dam olish kunida birga vaqt o'tkazadigan yoki misol biror bir og'ir kuningizda ishingiz tushganda telefon qilib yoki yo'qlab bora oladigan bemalol haddingiz sig'ib ayta oladigan nemis tanishim masalan shu paytgacha yo'q. Shuni masalan men sifatida ko'raman. Ana sizlarga videoni boshidan foydalanasiz. Shu joyga likka bosmasanglar bo'lmaydi. Azamat aka aytmoqchi, shifokor o'zlari, lekin hozirgi paytda MFA qilasiz. O'zi MFA nima shu? Tushuntirib keting. Bir xil ko'pchilik bilmas ekan ba'zilar. Ba'zi bir doktorlarni prямой efirlar qilaman-ku. MFA nima degani deydi. Men birinchi ishga boramanmi, yo'q ishga boraman deb qoladi. MFA nima bu? Va nima ishlar qiladi o'zi MFA? Yaxshi tomoni, yomon taraf. Xuddi shu savol o'zimda ham Germaniyaga kelishimdan oldin bo'lgan. Germaniyada ham faqat yurgan odamlardan ko'p so'raganman, nima o'zi vazifasi, ishga borganda kasbda nima qilinadi. MFA aslida vrach assistenti desak biroz nima eshitiladi, lekin oldingi nomi MFA ni Arzthelfer bo'lgan, ya'ni vrach yordamchisi bo'lgan. Ya'ni bu yerda Germaniyada medsestralar, mana O'zbekistonda medsestralar, sog' bo'ling, O'zbekistonda medsestralar vrachga nima deydi otdi? Подчинённый как. Bo'ysunadi. Ha, bo'ysunadi. Bu yerda unday emas. Vrachlarning o'zining alohida kollektivi bor, medsestralarning alohida o'zining kollektivi bor, pflegerlarning. MFA o'sha pflegiga kirmaydigan, lekin vrachlarga bo'ysunadigan personal. Ya'ni pflegi ham emas, vrach ham emas. Hibrid ekanda, doktordan pasti, hamshiradan tepada. Tepa shunaqaroq. Tepa shunaqaroq. U ham ishlaydigan joyiga, qiladigan ishiga qarab har xil. Endi qarang, savol bor. O'zbekistonning diplomi bilan, tibbiyot diplomi bilan demak MFA da ishlasa bo'ladi. Da. Xo'p. Oylik qanaqa? Endi O'zbekga mana hozir ko'rayotgan odamlar birinchi so'ragan narsa nima bu? Qancha pul? Baribir migratsiyani O'zbekistonda qiladigan migratsiya asosiy maqsadi o'zi yaxshi gap. Shunday. Baribir juda o'zgaruvchan. O'sha Bundeslandiga qarab, ish soati haftasiga necha kunligiga qarab eng kamini olaylik. Eng kami men ko'rganlarim, misol Folsaytga 2200 brutto olganlarni ham ko'rganman. Shuncha emasmi? Brutto. Bu degani где-то 1600-1700 netto chiqadi. Netto degani qo'lga qoladigan pul. Toza qo'lga keladi. Ha, toza qo'lga keladi. Maksimum 3800-3900 brutto olganlarni ham ko'rganman. Hamshiralardan deyarli bir xil olganda demak. Da. Undan deyarli. O'zbekistondan keladigan vrachlarni MFA qilishiga asosiy sabab bu переходной kasbda. O'zbekistondan keladi, o'tuvchi kasb. O'zbekistondan keladi. O'zbekistondan keladi, MFA bo'lib 1 yil, 1,5 yil, 2 yil yoki yarim yil, 3 oy, 4 oy ishlaydi, imtihonlarni topshiradi, chiqib ketaveradi. O'sha ishga tramplinga zo'r ekan. Pulsiz qolib ketmas ekan. Vizani hal qilishga ham til darajasini kuchaytirib olishga yaxshi. Kunlik o'sha kasallar bilan kommunikatsiyada, vrachlar bilan, o'sha tibbiy xodimlar bilan kommunikatsiyani yaxshilashga zo'r. O'zi bu klassik yo'l bo'lib qoldi o'zi. Doktorlarning kelishi MFA ga kelishadi. MFA dan keyin doktorlikka o'tib ketishadi. Bu klassik yo'l, chizib bo'lingan yo'l. Shuni o'zi klinikalar ham o'rganib qo'ygan. O'sha O'rta Osiyodan, SNGdan MFA ga bevergan qilishsa, ya'ni ish uchun ariza topshirishsa, 1-2 yil. Ha, 1-2 yil muddatda biz sizga umid qilamiz ishlab berishingizga dedi. Undan keyin tushunamiz, siz doktorsiz, chiqib ketasiz baribir. Undan ziyodini kutmaymiz sizdan deydi. Endi u aniqda u sababi uni oyligi startoviy oyligi 5400 kamida, buni startoviy oyligi 2200 shunday yer bilan osmon farqi bor. Lekin bitta narsa aytib o'tish kerak. Men shaxsiy tajribamdan ayta olaman. MFA ni komfort zonasiga kirib qolgan o'zbek shifokorlarini ham taniyman. Da. Sizga tegib ketmasin yana. Yo'q, siz tanishingizdan oldin ham tanirdim-da. Da. Ya'ni shifokorlikka o'tish motivatsiyasi yo'qolib qolgan, sababi tushadigan puli yetarli, puli yetib turibdi, yo'qolgan issiq joyini qo'zg'atgisi kelmaydi, bo'ldi endi shuni qilib, nechadir yil pul yig'ib qaytib ketish maqsadi. Shunaqa o'zbeklar ham bilaman aslida. Bor bunaqalar ham. Bor, ko'p. Men ham nima qilganman. Endi bu yerda motivatsiya yo'qoladi emas, qanaqadir komfort zonaga kirib qoladi. Endi motivatsiya yo'qoladi komfort zona bo'lgandan keyin. Ya, lekin baribir qachondir doktor bo'lib ishlayman degan narsa ham bo'ladi-da. Ya, bo'ladi. Men niyat bor, harakat yo'qda. Shunday odamlarda. Da, o'sha motivatsiyani o'rnini komfort zonaga egallab qo'ygani uchun bo'ldi. Endi u masalan pul kelib turibdi, standart hayot, o'sha ertalab nemischa televizor hayot deymiz-ku. Ishga bor,
ishdan kel, ovqatingni ye, dam ol, televizoringni ko'r yoki Gazeta sportga o'qi, chiq, gazetani chiq, kechqurun 9da tishingni yuv va uxlab ol. Ertalab soat 5da yana o'sha sug'ur kuni. Sug'ur kuni, Ha, da. O'shanga o'rganib qolishadi. Keyin bu narsadan chiqib ketish unchalik oson emas. Shuning uchun bizani ko'rayotgan bo'lsangiz va Germaniyaga kelmoqchi bo'lsanglar, bu narsaga berilib qolmanglar. Yaxshi narsa emas. Yaxshi narsa emas. 2-3 yilda agar bu narsadan chiqib keta olmasanglar bo'ldi. Mana shu komfort zonada qolib ketib qolasizlar. Na ortga, na oldinga yo'l bor. Eng yomon tarafi mana shunda. Aql ham berdik. Aql berganim uchun ham like bosib ketdik. Germaniya hayoti. Nemis qishloqlari haqida bitta ma'lumot. Men tomlarni ko'ryapsizlarmi qizilligini? Mana shu qizil tom nimaga bilasizmi aka? Yo'q, hech qiziq ko'rmagan. Bu tarixi bor ekan. Buni rimliklardan germanlar o'rganishgan ekan. Aha. Juda tekin reklama qilib maktabda ishlayapman, tarixdan dars beraman. O'qib chiqdim o'shani. Mavzu bor ekanda, germanlar rimliklardan nimalarni o'zlashtirgan. Shu birinchi o'zlashtirgan narsasi mana shu Cherkitsa tomni. tomi и nima deydi, ko'p qavatli uylarni imini germanlar rimliklardan olib kelgan ekan o'ziga. Germaniya hayoti. Biz o'zbeklar yashaydigan joyga yetib keldik. Ko'rsatsam, aniq hozir og'zinglar ochiladi. Mana mana shu yerda polni o'zbeklar yashashar ekan. Aka o'zingiz ko'rsating endi. Mana. Mana qaranglar. To'g'ri. O'zbeklar qasrda yashaydi bu. Mana shu qasr faqat 3 ga bo'lingan. Mana men bittan bu yog'ida polni mana shu O'zbeklar. etaj, mana shu taraf polni bizga. Men o'shani taniyman. Shu o'zbeklar Ha, deyishadi. bu mashina bizning o'zimizga tegishli. Aka, xormay. Ana. O'sha o'zbekligini bilasizmi? Normal forma kiyganda bilsa bo'ladi-da o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz Murodjon, men ko'chishimga rosa yordam bergan. Men bratam menga yordam bergan. Yaxshimisiz? Qasr u. Qasr u. Vashi u. Bu akalar qishloq xo'jaligi sohasida ishlashadi. Orqamdagi uylarda turishar ekan. Nechta o'zbek? Mana, mana, nechta? 10 ta. Ketdik mana. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka sizni ko'rmadim kecha. Assalomu alaykum. Bratni ko'rdim, brat kecha Bavariya fanati. Brat assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishdik. Sizlar. Aka qaraysiz. Bu brat veterinar. Aka. Rahmat. Bino o'zbeklarni binosi, mana shu fond. O'zbeklarni qilib yuborsangiz bo'lar ekan-da o'zi. Qo'y. Bu tarafda ham anaqa o'zingiz turasizlarmi? O'ziga qarashdi. Mana kecha. Qo'yilay. Orqa ko'l. Bo'ldi, kim yo'l boshlaydi endi? Bo'ldi, boshlaydi. Podezlar. Vajak. Bu brat kim bu? Bu brat ismi Ludvig. Nechinchidir? Boshlig'imiz Gollandning, shu Gollandda qanaqadir podshohi shu. Nemis emas lekin, ha? Ancha yo ishini Vijir qo'yib yuborgan joylari. Mana sharoit. Aliviya qilmagan o'zbek emas-da. Gap yo'q. Dahshat. Muhammadzoy aka bilsangiz bilasiz, tekinga reklama qilman. Nechinchi yil chiqqan, juda ham eski. Dahshat. Instagramda. Shu. Aka mana shu o'chirib tursam maylimi? Bo'ldi, Muhammadzoy aka so'kmaydi-yu. Akaning sharoitlar dahshatli ekan. Esprikol dahshatli. Hammaga adden hamma 10 ta bor. 10 ta. 10 ta. Bitta nimasi har kishi ishlash uchun, dam olish uchun hammasi sharoit bor. Har bitta etajda hammom, dush, hamma yoq adden. Oshxona hammasi adden. Bu yerda endi erta yeb ketmasin. Nimaga haydalib ketdi 5-6 ta bolalar? Ular shunaqa sharoit zo'r bo'lsa, boshlig'ilar cho'tka odammiz. Nima tushunmagan bo'lish mumkin? Baribir. Problema. Nima? Tajribangiz bor-da, baribir mana. Brat 3 yil bo'ldimi? Akasiga qancha bo'ldi? Bizaki 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. 2 yil. 2 yil.
2 yil, brat. Bir hafta bo'ldi. 2 yil. Mana uni 2 yildan ko'p bo'lsa bilasizlar-da, nima o'zbekga yetishmaydi, чтобы bittani zo'r moslashib Bu ketishi. yerda moslashuvchanlik yetishmadi. Sababi qishloq xo'jaligi hamma uchun ham emas. Misol ba'zida qiyin ish bo'lishi mumkin, stressli ish bo'lishi mumkin. Baribir har bitta insonga moslashgani vaqt ketadi. Ular shu vaqtni nima qila olmadi. Vaqt uzaytirdi. Qisqa muddatda moslasha olmadi. adaptatsiyasi. Qisqa muddatda moslasholmaslik. Shuni hisobiga Aka rostdan devzira O'zbekistondan olib keldi. Andijonni o'zidan kelgan, xudo xolisa bolalar kelishgan. Necha kishi endi ovqat qildi buni aka? O'zim sherida yordam berishdi. Kelish ovqat pishirasizlarmi yo qanaqa traditsiya bormi? Bugun dushanba, bu seshanba, bu. Yo'q, o'zi normal hozir shu kunlarda bo'layotgan situatsiya. Yaqinda bitta qo'y so'ydik. Tepada bir kishi ovqat qiladi. Unga qarab aytsa odamga qiziqadi. Tepada bir kishi ovqat qiladi. Keyin hamma kelib yeb ketaveradi. Ya masalan haftada 7 kun-ku sizlar masalan qishloq xo'jaligida ish oson emas-da, beri ketadi, oyoq ketadi, to'g'rimi aka? Yo'q, aniq bir rejim yo'q. Bolalar bilan misol uchun obed ishxonada gaplashamiz. Bugun kechga nima qilamiz? Hop. Hamma bir vaqt uyda bo'la olmaydi. 5-6 kishi bir vaqt uyda bo'ladi. Kechga nima qilamiz? Uzoqga go'sht yashaymiz. Osh qilamiz, tashkillashtiramiz. Do'konga boramiz, u vaqtlarni qilamiz, salab qilamiz, kelinadi. Keyin hammasi qilinadi shu vaqtda o'zida. Ya'ni aniq prям oltin armiyaga o'xshab qonun shuni Kimki damda bo'lsa, ular ta'tilda bo'lsa, shu kelib ovqatni tashkillantiradi. 35 yillar. Aka. Endi Bizning ittifoqligimiz mana shu tarafi zo'r shu yerda. yana bitta savol aka. Mana bozor pulda-ku. Ha. Bor joyda baribir Shunaqa. bozorga o'rtacha nechga yetkazasiz? 10 kishiga arzon tushadi, bilaman. Hamma alohida qiladi bozorda. Qanaqa bo'ladi? Yo'q, misol uchun alohida bozor qo'yadi. Hop. Keyin bozor qilgandan keyin Wi-Fi bermoqchisiz? Olasizmi demoqchiman. Bulardan Wi-Fi'lar ham bor. Wi-Fi'ni deb tekshiryapti. Siz hozir bilan olaman aka. Hamma bozor ordin faqat go'sht O'rtada. o'rtada. Necha kundan tushyapti go'shtlarga? Go'sht kilosiga 4 kilo. 4 euro. 4 eurodan tushyapti. Akalar eshitdinglarmi? Ostoshlandda 4 yevrodan 1 kilo qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Biz olganmiz. Keling. Mana qarang, mana hozir osh qo'ydi. Masalan, uning ichiga guruch bor, piyoz bor, kartoshka bor, u qanaqa taqsimlanadi u? Agar o'xshiga qilinsa, shuni tasha ashkunli shu kun hisob yo'q. Ha, kimdir olib keladi, o'rtadan. 533 danmi? 533 dan. 7 evromi? Endi mana oshqo'y deydi, bir oyda o'rtacha yeb ichishlardan minimum qanchadan qanchaga go'sht tutasizlar? Yeb ichishlar. Yeb ichishni o'ziga Faqat uyga mana xolodilnikka ketadigan. 300 euro atrofida. Hammasini aytyapsiz siz. Yo'q, qarang. O'zi oziq-ovqatga bo'lsa 250 euro ketadi. Yetadi. Misol uchun endi Hamma o'ziga tabiga qarab. Eng kamida 250, bo'lmasa 350 gacha. 350 gacha. So'ragan. Endi bo'yda odam, hamma bo'yda. Ha, shu ham. YouTube tarafimiz Uylanganlar bo'lsa, qo'yni o'zimiz sotib olganimiz uchun boshqa narsalarga rasxod kamroq ketadi. bu oilalarga tushmaydi. Oilalarni doim 2 ga ko'paytiradi. 2 ga. To есть odam boshi ketaveradi, xotin bo'lsa 600, 700, xotin qanaqa degan bor-ku. Ekonomik xotin bo'lishi mumkin. Bolani qanaqa yeyishiga bor. Demak, mana qishloq xo'jaligi ishlayotgan o'zbeklarimiz Ostoshlandda shahar nomida Ishtaunhagen Yevenak qishloq. Mecklenburg-Vorpommernda. Zo'r. Menimcha ko'pchiligiga foyda. Agar mana shu yoqqacha 38 ta yaxshi informatsiya olgan bo'lsangiz, pastda like bosib keting. Osh tayyor bo'ldi. Aka qattiq osh u. Devzira Andijon. Osh kimniki? Eng zo'r osh kimniki? Ushma, fitna tashlab qo'yaymi? Ketdik. Osh Real Madrid yarashyapti-yu. Men yaxshi yomon emas. Gapi borki, menimcha gastrin shov ketgan. Aka qo'shnilar bilan gaplashib turasizlarmi? Qo'shnilar bilan gaplashib turamiz. Qalay?
Zo'r, yaxshi. Hadi kamera orqasi boshqacha deydi. Rostini ayting. Aka nima muammolar bo'lib qoladi qo'shnilar bilan? Gaplashgisi kelmaydimi ba'zan aytdingiz-ku? Ha, ba'zida bo'ladi, ba'zida. Ba'zida bo'ladi. Hammasi ham har xil-ku. Ha. Gaplashadigan ham bor, gaplashmaydigani ham bor. Lekin bu qishloqda ko'proq yoshi katta Yoshi katta nemislar turadi. Asosan yoshi katta 90%. Oka, endi asosiy savolni berib ketaveraman. Как раз kelavringlar akalar. O'zi asosiy ishingiz nimadan iborat sizda masalan? Asosiy ish tashqarida xofti sarbayti, Aha. traktor minamiz, somon tashlaymiz. Tashqarida nimaki ish qilinsa, mol tashiladi. U 3 ta fermamiz bor, 3 ta fermaning ichida ishlaydi. Xo'p. Hammaning vazifasi bor. Taxminan necha soat ishlaysiz bir kunda? Bir kunda 9 soat, 10 soat atrofida. Oka sizchi, siz nima ish qilasiz? Nima? Men yangi keldim, hali ish o'rgatishyapti menga. Endi ish o'rganyapsiz. Oka, siz endi eskilardansiz. Keyinda bu bitiribdi aka trayberlik qilaman. Nima degani trayberlik? Mol haydab kelish. Xavfsizlik sog'in jarayoni. Sog'ishga olib kelasiz. Sog'ishga olib Okey, okey. Siz ham shu 8-10 soat. Ha, 8-10 soat, aka? O't o'rishlar bo'ladi, o'tlarni Aha. quritish. Aha. Asosan traktor haydovchida bizdagi. Ha, ha, ha. Aka, siz nima ish qilasiz? Mo'sag'ishdagi ish, qishloq xo'jaligida. Qishloq xo'jaligida. Hozir bular aytishdida, masalan, eng jismoniy zararlari nima o'zi ishinglardagi? Masalan, qatli ko'pincha og'riydi, minus taraflari qaysi? Yelkalar og'rishi mumkin, apparatda. Qo'lda ishlaymiz degan. Ha, ha, Shu ha. oyoq keyin tashqariga tikka chiqqanda. turish bilan qo'lda. Chunki 5 soat kamida 7mi? 1400 so'm bo'lsa 1400 saqil ilinadi. Oho. Aka, o'zi nechta mol bor dedingiz? U shu fermada umumiy hisobda 5000 taga yaqin buzoqlar, sigirlar bo'ladi. 1,5 mingta sigir bo'lsa, 1,5 mingta sigir sog'iladigan sigir 3 smenda sog'iladi. Har bir smenda 15 ming litrdan eng kamida sut beradi. Bir kuniga degani u 45 ming litr biz fermani o'zidan sotuvga chiqib ketadi. Okey, okey. Shaxsiy oyligingizni so'ramayman, Aha. lekin ishxonangizda eng minimal oylik necha puldan boshlanadi va necha pulgacha o'zbeklar ishlayotgan pul? Brutto netto. Brutto ayting. Brutto 3200. 3200. 3200. Sizda ham shu. 3200, 3,5 ming. Eng maksimum qancha topish mumkin o'zi qishloq xo'jaligida, okey? 1,5 ming, 2,5 ming. Netto netosiz. Netto. Netto haqida. Mashina Bruttoda o'rtasida. Brutto 3,5-4 minglar atrofida. Okey, asosiy rasxod nimalarga ketadi bu yerda Germaniyada? Mana siz qanchadan berishyapsiz? 8 oy bo'ldi. 8 oy bo'lyapti. Nimalarga ko'pincha pul ketkazasiz? Hozir bu yerda endi xohlaymizmi yo'qmi kvartiraga ketadi. Necha pul to'laysiz sir bo'lmasa? 300-350 ketadi. Xo'p. Telefon paynatiga ketadi. Produktga ketadi. O'zimiz xarajatimizga qarab. Umumiy bir oyda o'zingizga ketkazadigan pul qancha, okey? Taxminan. Bilaman, aniq chiqish qiyin. Taxminan aka kvartirani qo'shganda 600-700 ketadi. o'rtacha. 600-700 ketadi. Kiyim ishlatchidami? Yo'q endi aka u xarajatingizga bog'liq. Agar xohlasangiz menga ham ketib qoladi, yesangiz, Produktdagi yemasangiz. kvartira. Shunaqa. Eng asosiysi. Agar kiyim bo'lsa, bir Myunxenga borib kelsangiz, Ketdi. ketdi ana. Ketdi. Mana mamlakatlarda orqada ham ishlashyapti. Xo'p. Bu uyni ko'rdik, dahshat. Mana shuni yarmigacha dedingizmi? Yarmi mana shu eshikgacha faqat o'zbeklar uchun berilgan 3 etajli bino. Aha. Har bitta etajda dushovo kabinasi, hojatxonasi bor. Har bitta etajda 3 tadan odam yashaydi. Har bitta xona отдельный. Ajal. 3 etajga 9 ta o'zbek yashaymiz bu yerda. 9 ta o'zbek. Okey. Mana kelmoqchi bo'lgan odam nima qilish kerak? Sizlarga o'xshagan masalan, firmasiz ham o'zi kela oladimi? Harakat qilish kerak. U diplom bo'ladi. Nima diplom? Qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi diplom. Aha. Keyin til bilish kerak salpar. Nemis tili. Ha, nemis Rus tili bilanchi? Yo'q, qiymasa. Nimaga? Oga, nima rus tili bilan bo'lmaydi? Yevropada chunki. Nimaga rus tili bilan bo'lmaydi? Nima? Ruslarning qo'liga tushib qolishi ham mumkin-ku. Tushishi mumkin aka, baribir O'zbekistonga borsangiz ham xat ham o'zbek tilini bilishingiz kerak-ku. Ha. O'shanisi borda. Ingliz tilichi? Ingliz tili ham bo'ladi aka. Ha. Ketaveradi. Baribir nemis tilini bilish kerak-da. Meni o'zim past darajada bilaman, qiyinchilik bor baribir aka. Baribir bilinadi. Baribir Qaysi bilinadi. daraja bilan kelgansiz sir bo'lmasa? A1 darajasi ham bo'ladi aka, yolg'on gap beraymasda. Azimat aka, qandaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu Qishloq alaykum. xo'jaligiga ishga o'tish niyatiniz yo'qmi? Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Fizikam ko'tarmaydi, ochiq gap. Lekin qiyin-da. Da. Ishinglardagi eng qiyin narsa nima? Mana jismoniy og'riq bor, keyin kechqurun smenda turish bor deydilar. Kimlar bu ishni eplay olmaydi? Masalan, kechqurun 2 yil turib ketish kerak, uyqu buzilib ketadi, keyin oyoq, bel, yana qaysi tana a'zolari
juda zirqiraydi. Shu yomon tarafni aytib ketinglar. Puli ko'p ekan bildik. Nega beradigan eng birinchi o'chirda qishloq xo'jaligida naqd shek deb qo'yadi, kechasi ishlash. Kechqurungi smenlar. Kechqurungi smen, ba'zi bir joylarda 12 da ish boshlanadi, ba'zi bizni fermada misol uchun kechki noch smena 3 da boshlanadi. Bu odamga qanaqadir ancha stress beradi. Minus tomonlari shu, keyin bu yerda bitta rejim emas, faqat noch emas, kunli rejimlarda ham ishlanadi. Har oyda rejim alishib turgan hisobga uy-kuni rejim buzilib ketadi. Jismoniy taraflari-chi? Jismoniy taraflar. Masalan, ko'rdim, bu yerda qorni bor odam yo'q ekan-da. Kim aytdi? 112 kilodan 88 ketdi. Ishga ketdilar u kishi. Nima yurgan, shuncha o'sib ketgan. Demak, fermada 24 soat to'xtovsiz ish bo'lar ekan. To'xtovsiz har doim fermada eng kamida 2 ta 3 ta odam nochda smenda bo'ladi. Doimiy smenani ishlaydi. Bu yerda qiynaladigan odam aka jismoniy Keling aka gapirib keting. jismoniy zo'riqish ko'rmagan yoshlar qiynaladi. Ko'rsangchi. Jismoniy, ya'ni masalan, bolaligida yoki kichikligida tomorqa ko'rib, mol haydab boqmagan odam qiynalib qoladi demoqchimiz. Moldan tushunmaydigan odam aksariyat qiynaladi. Bunga sabab yaqinda ikkita kelgan bola umuman shahar qishloq nimasida yashamagan, faqat shahar territoriyasida yashagan bolalar moslasha olmadi. 1 oy ichida ishdan haydalib bo'shalib ketdi. Til darajasi bor. Til yaxshi tushunadi. Lekin ishga moslashib ketolmayapti-da. Endi masalan boshqa kasblarda vaqt o'tkazish uchun imkoniyat bor-da. Shunday. Baribir bo'ladi. Lekin qishloq xo'jaligida aytilgan masalan turist molni olib chiqish kerakmi? Olib chiqish kerakmi? Stanokka ulash kerakmi? Ulash kerak. U ko'zga ko'rinadigan hammasi jismoniyat bilan bog'liq ekan. Yo'q, misol uchun ish jarayonida siz charchadingiz, qolib qoldi. Shoshmang 5 minut o'tiray deyolmaysiz-da, chunki kamera bormi? Yo'q, kamera emas. Oddiy ish jarayoningizda o'zingizni vaqtingizni cho'zgan bo'lasiz-da. 1400 so'm mol kelyapti, kirib kelyapti, ochratdilar. Ochratdan onu to'xtatib qo'yilmaysiz. Smen 5 soatmi sog'in 5 soat majburiy ishlab turilishi kerak. Ovqat yeyishi. Ovqat 5 soat yeyilmaydi. Faqat tik oyoqda yoki shu yurib ish qilinadi. Akalar, men bilan yoniga birinchi marta kelganman. Men birinchi marta bilan ko'p suhbatlashdik. Shuning uchun rost informatsiyalar bo'lgani uchun mana pastda like bor, tekinu pul olinmaydi. So'ramaymiz. Mana rost informatsiya uchun ham like bosib ketinglar. Qishloq xo'jaligiga kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz mabodo bizani ko'rib turishgan bo'lishsa, nimaga tayyor bo'lib kelishsin va bu ishni oxiri qayerda? Ya'ni qishloq xo'jaligida o'zi necha yil ishlash mumkin yoki buni oxiri qayerda? Piki qayerda? Eng oxiri qayerda tugaydi? Masalan, doktorlarda aniq klinikani boshqarish orzusi. Chef artist lavozimi. Hozir aka qishloq xo'jaligida firmalarda ko'rasiz. Ko'p firmalarga qiziqasiz. 3000 4000 deb oylikda va'da qilishadi. Ishonib o'shanga ishonib kelishadi. Unaqa 2000 3000 o'zini tayyorlab kelib 1000 olgandan ko'ra o'zini 1000 ga tayyorlab kelsin, 2000 3000 yuborsin. O'sha past qutuvni pastroq qilsin. Zo'r. Aytganingiz orzularga katta umid qilmasin kerak. Katta umid bilan kelmasin. 1000 ga o'zini tayyorlab kelsin-da. Lekin yaxshi oyliklar zo'r ketsin. Zo'r. Yana nimaga tayyorlab ketsin? Keyingi anavi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hozirda Instagramlarda yolg'on ma'lumotlar ko'p tarqatayotganlar bor. Misol uchun xohlasangiz, xohlamasangiz. Instagramga chiqibdi, soati 18-20 euro kiyinglar, shuncha oylik olasiz. Yo'q, oylikka qiziqmaslik kerak. Kelgandan keyin O'zbekistonda sharoit bo'lmaydi dedi. Misol uchun hammamiz erkak bu yerda. O'zbekistonda bo'lsa ota-onamiz yoki ovqatimiz misol uchun pitani ham tayyor bo'ladi. Beri kelgan paytda rejim o'zgaradi. Xohlasa xohlamasa odam majbur bo'ladi. Mana Murodjon aytayapti, soat 3 da turishimiz kerak. Bu 3 ta degani 1 oy davomida smenda ishlaysiz degani emas. Misol uchun bir 10 kun, 5 kun davomida shunda ishlaysizda, yana o'zgartirib yana o'zgarib ketadi. Bir 5 kun soat 3 da bo'ladigan bo'lsa, 5 kundan keyin kunduziga qo'yib qo'yadi. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz pitaniyangiz, uyqungiz rejimi buziladi. Shunga tayyor bo'lish kerak. Oxiri qayerda aka bu ish? Masalan, bitta narsani to'g'ri tushunish kerak edi, balki o'sha qishloqda katta bo'lgan bolalar bo'lsa, ha bo'ldi, menga yoqdi shu rejim. Bu men har kun qilib yurgan ishim. 20-30 yil normal ishlab beraman degan ishmi yoki bu qanada tramplinmi yoki yana nimadirmi? Germaniyada qishloq xo'jaligi yo'nalishi o'zi faqat boshlanuvchi eng oson yo'l bilan kelish yo'li xolos bu yerda. Bu yerda qishloq xo'jaligida ishlayotgan hamma orzu niyati 3 yil asha
nima deydi, iqtisodiy qiyinchiligini qiyinchilikni tugatib, kelajagi mana shu yerda bo'lsa, boshqa yo'nalishga o'tib ketish plan qilib keladi. Agar yo'q 2 yil 3 yil ishlayman, qaytib ketaman desa, qishloq xo'jaligi zo'r. Lekin kelajagimni Germaniyada davom ettiraman desa, qishloq xo'jaligini tavsiya qilmayman. birinchi nima o'sha fizika ketadimi? Fizika ketadi. Keyin mana shu joydan aytish kerak, til muhim emas deganga ishonmaslik kerak. Ya'ni qishloq xo'jaligi baribir ko'p gaplashmaysizlar. Yo'q, ko'p gaplashmaymiz aka. Til muhim. Hop. O'zingizni haq-huquqingizni talab qilish uchun til kerak bo'ladi. Ana sizlarga yana bitta tekin, g'ir tekin informatsiya. Qishloq xo'jaligida faqat minus taraflarini aytdik. Yo'q, yaxshi taraflarini ham aytdik, oilalarni eshitdik, ularga uy berilganini ko'rsatdik. Endi mana bunaqa emas, manda dadamning gaplari borda, yaxshi narsa cho'ntagingda deydi. Naqdni nasihat qilma deydi-ku. Aytlar-yu, mana menga mo'ljal qilib kelinglar, 2-3 ming topinglar deyaptilar. Biza faqat yomon taraflarini aytib qo'ydik, chunki bizning yelkamizdagi qarz shu. Agar sizlar aldanmasanglar va hayotingiz zo'r ketsa, biz faqat maza qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Lekin kamit esan chiqmasin, xayr qo'yilib aytamiz.